Bugun ozroq xayolga toldim. O'ylaganim o'zim bilaman, bir niyatni yurakka soldim. Dada, sizni xoja qilaman. Assalomu alaykum yaxshilardan-da yaxshi insonlarim. Yangi kun muborak. Ochiq osmon ostidagi jannat makon yurtimizda shukronalik yo'llarini nisholayotgan barchani muborak etgan holda Dalis Haram loyihasi ijodkorlari xizmatingizda va men boshlovchi Madinaxon yana bir qadrdon insonimizni xursand qilish uchun tayyorman. Bizda hayajonli daqiqalar. Ani ketdik. Alo. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ahliddin hoji akamiz bilan bog'landimmi? Bale, ha. Xayrli kunlar bo'lsin akajon, yaxshimisiz? Bezovta qilib qo'ymadimmi? Rahmat, yo'q, bemalol gapirishga istaman. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik kuningiz, payg'ambarimizga ummat bo'lgan 52 yoshingiz ummatlik baxti bilan chin qalbimdan tabriklayman. Rahmat. Sizga rahmat. Rahmat sizga ham. Ayni damda sizni O'zbekistondan Dalis Haram loyihasidan bezovta qilyapmiz. Boshlovchi Madinaxon bo'laman. Bugun bizning loyihamizga yaqinlaringiz orasidan tabrik xatlari kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Kim yuborgan bo'lishi mumkin? Farzandlarimni, oilam, onalarimni, Mashallah. otalarim bor, jiyanlarim bor, O'zbekistonda Juda albatta bor. Sizni jonlaridan o'rtog'i yaxshi ko'rguvchi, dunyolarga alishmas mehribon farzandlaringiz Muhammad Sharifjon, G'afurjon, qizlaringiz Dilfuzaxon, Dildoraxon, Hurriyatxon, ayolingiz Dilafruzxon opa, kelinlaringiz O'lmasxon opa, Zaynuraxon opalari barcha nabiralaringiz nomidan kelibdi. Rahmat hammalariga rahmat. Rahmat sizga ham. Akajon, ijozat bersangiz, birozgina vaqtingizni olsam-da ulardan kelgan tabriklarni o'qib eshitirsam maylimi? Mayli, bemalol. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum qiblagohim. Bu dunyoda borligimiz sababkorim, suyanchig'im, dadajonim. Sizni bugungi tavallud ayyominga shukronalik kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizga Allohimdan uzoq va sermazmun umr, mustahkam sog'lik, qalb xotirjamligi, o'zingiz dilingizda joy etgan duolaringiz ijobatini so'rab qolaman. Biz farzandlaringizni birovdan kam qilmay deb, hech narsaga muhtojlik qilmaslik uchun, ham ta'minotimiz, ham tarbiyamiz benuqson bo'lishligi uchun, butun mas'uliyatni zimmangizga olib, tunu kun qilgan og'ir mehnatlaringiz uchun, mana shu mehnatda qadoq ko'rgan qo'llaringiz, biz uchun fido qilgan navqiroligingiz va umringiz uchun biz farzandlaringiz nomidan ta'zimlar bo'lsin. Dadajonim, ilohim vaqt soati bilan nasib qilib sizlar ham Ka'batullohlarni takror ziyorat qilishlik, katta hajlarga borib birgalikda hojota, hojona bo'lib yurishlik nasib qilsin. Sizlarning borligingiz biz farzandlar uchun o'zi bir davlatdir. Dadajonim, oilamiz boshida go'zal duolar qilib birgalikda to'y va bayramlarda diydorlashib yurish nasib qilsin. Ilohim bizning baxtimizga sog' salomat bo'lib, bunday yoshlarni ko'pini ko'rib, hamisha duogoyimiz bo'lib yurishlik nasib aylasin. Aytmasam-da iymoni bir mehrim qalbda saqlab yuraman. Endi aytay, eshiting ming bor, dada, sizni yaxshi ko'raman. G'amlar ijra sabri sinmagan, huzur halovat nima bilmagan, bizni o'ylagan, dada, sizni yaxshi ko'raman. Qalbi daryo, mehri ummatim, sizga aytay cheksiz rahmatim, mehribonim, baxti davlatim. Dadajon, sizni yaxshi ko'raman deya joyi bo'lgan o'zlarini, Dilizxonlarning va she'riy maktublarini aynan siz uchun yo'llab o'tibdilar.
Akajon, suhbatimiz loyihamiz tomonidan esdalik uchun yozib olinmoqda. Sizni ham mehribon farzandlaringiz, jigarlaringizga tilaklaringiz bo'lsa yo'llab qolishingiz mumkin. Biroz soniyalardan so'ng ular bizni tinglaydilar. Akamlar, xudoga muqomlar, farzandlarim, jiyanlarim hammalariga sog'-salomat bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari ziyoda bo'lsin, menga nima tilagan bo'lsa hammalariga umrlari ziyoda bo'lib qaytsin. Hammalarining umrlari uzoq, rizqlari zo'r bo'lsin. Hammalariga rahmat. Hammalari eslagan uchun siz orqali tabriklaganlari uchun ham so'zlaganimizdan hammalariga rahmat. Qolaversa sizga ham rahmat. Bor bo'ling, yotib birga turing. Rahmat kattakon, ilohim aytganingiz kelsin. Hamisha har dam barcha yaqinlaringiz baxtiga sog' salomat bo'lib, bugungi tug'ilgan kunlarni a'lo kayfiyatda o'tkazib olinglar. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Farzandlarni baxtsiz dada, hayotimiz naqshsiz dada. Dunyoda ko'p yaxshi odamlar, siz hammadan yaxshisiz dada. Farzandlarni baxtsiz dada, hayotimiz naqshsiz dada. Dunyoda ko'p yaxshi odamlar, siz hammadan yaxshisiz dada. Bolalik chog'imdan asrab erkalab, goho onamdayin sochlarim tarab, gohida opichlab ko'nglimga qarab, siz hammadan yaxshisiz dada. Siz meni bog'imsiz, suyangan tog'im, to'g'ri yo'l ko'rsatib adashgan chog'im. Bolam deysiz meni, deysiz oppog'im, siz hammadan yaxshisiz dada. Siz hammadan yaxshisiz dada. Dardim tinglab topasiz chora, kecha kunduz bo'lib ovora. Men aytaman yana ming bora, siz hammadan yaxshisiz dada. Farzandlarni baxtsiz dada, hayotimiz naqshsiz dada. Dunyoda ko'p yaxshi odamlar, siz hammadan yaxshisiz dada. Ketgim kelmaydi hech quchog'ingizdan, baxtga to'la mehr o'chog'ingizdan. Siz azim daraxtsiz, yaprog'ingizman, siz hammadan yaxshisiz dada. Siz hammadan yaxshisiz dada. Mehringiz berdingiz bizga munosib, ota bo'lib o'g'il qizga munosib. Farzand bo'lay deyman sizga munosib, siz hammadan yaxshisiz dada. Siz hammadan yaxshisiz dada. Farzandlarni baxtsiz dada, hayotimiz naqshsiz dada. Dunyoda ko'p yaxshi odamlar, siz hammadan yaxshisiz dada. Farzandlarni baxtsiz dada, hayotimiz naqshsiz dada. Dunyoda ko'p yaxshi odamlar, siz hammadan yaxshisiz dada. Dunyoda ko'p yaxshi odamlar,